Alloh taborak va taolo qarindoshlar o'rtasida rishtalarni bog'lash, o'rtani mustahkam qilishga buyurib, Qur'oni Karimda va ati zal qurba haqqahu, ya'ni qarindoshlarga haqqini bergin deb buyurgan. Qarang, qarindoshlarga haqqini bergin, miskin va musofirlarga ham haqqini bergin va aslo isrofgarchilikka yo'l qo'ymagin deb Alloh taolo buyurgan. Qarang, mana shu oyat karimada va ati zal qurba haqqahu degani o'sha qarindoshlarga ularning haqqini ado qilgin, haqqini bergin degani. O'shaning uchun qarindoshlik rishtalarini bog'lashda inson juda ham e'tiborli bo'lishi kerak. Juda ham e'tiborli bo'lishi kerak. Alloh taolo bizdan oldingi qavmlarga ham, bizdan oldingi ummatlarga ham qarindoshlik aloqalarini bog'lashlikka, ular bilan bordi keldini muomalani chiroyli qilishga buyurganligini aytgan. Baqara surasida 83-oyat karimada eslang, biz Isroil avlodidan faqat Allohgagina sig'inasiz. Ota-ona, qarindosh, yetim va miskinlarga yaxshilik qilasiz. Odamlarga shirin so'z bo'ling, namozni barkamol o'qing, zakotni bering deb ahd olgan edik. Keyin ey siz Isroil avlodi, ozchilik qismingizdan boshqangiz ushbu ahddan yuz o'girdingiz deb Alloh taolo marhamat qilgan. Ya'ni bizdan oldingi ummatlarga ham o'sha qarindoshlik rishtalarini bog'lashlik, ular bilan aloqani chiroyli qilish, muomalatni chiroyli qilishga Alloh buyurgan. Xuddi shunday bizlarga ham Alloh taolo qarindoshchilikni chiroyli qilishga buyuradi.